muxlislar tomonidan shunaqa gaplar aytildiki, Paxtakor xohlamasang guruhdan chiqdi. Jamoa hujum qilsa yo'lchi yutqizdi, lekin jamoa hujum ham qilmadi, hujum qilishga ham bermadi. Qisqa qilib aytganda tavakkal qilishdan qo'rqadi. Tavakkal qilishdan qo'rqadi. 100% tavakkal qilishdan qo'rqishi aniq, ayniqsa zamin qilishda. Muxlislarga yoqimli murabbiy kim bo'ldi? Bu menimcha shubhasiz Peter Huyster bo'ladi. Muxlislarning aytishi bo'yicha Superliga darajasidan balandroq turgan futbolchi Hojibir Alijonov. Gollari ham noodatiy, Hojibir Alijonov gollari ham noodatiy. Ayniqsa o'sha eng oxirgi esda qolgan gol terma jamoa safida. Yana o'yinni yo'lga qo'yib olgani uchun chempionlik imkoniyati sal oshuvdi. Baribir unaqa imkoniyat yuqori darajada emas edi. Qarang, oxiriga aytganingizdek, bu grand jamoalarga qarshi Paxtakor ancha yaxshi o'ynayapti, ayniqsa ikkinchi davrada. Qolgan raqiblarga Onsora raqibga tushgani ham safarda Toshkentda bo'ldi. To'plar farqi ham bitta bo'ldi. 1-0 yutqizgan o'yinlarimiz 1-0, 1-1 asosan durang o'yinlar bo'ldi. Hammaga salom. Sizlar bilan Mr. Tog'ayev, Fanat loyihasi 8-son. Bugundan boshlab biz Superligaga ham o'tishga qaror qilganmiz va bu galgi mehmonimiz Paxtakor fan klubi raisi Javohir aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avvalambor kubokda yarim finalgacha yetib kelganinglar bilan tabriklayman. Xudo xohlasa ertaga Dinamo bilan o'yin jarda bo'ladi. Keling, mavzuni boshlashimizda Superliga haqida ozroq gaplashsak. Bu mavsum mana tarkib jihatdan qaraydigan bo'lsak, Paxtakorda terma jamoa o'yinchilari boshqa jamoalarga qaraganda ko'proq. Va ancha yaxshi boshqa jamoalarga qaraganda. Nima yetishmadi deb o'ylaysiz chempionlikka kurash uchun? Chempionlik uchun jamoa hozir lekin kurashyapti, lekin birinchi davradagi ketma-ket 5 ta mag'lubiyat desa ham bo'ladi. Sezon boshida AGMK, Jizzax, Surxon, o'zimizda Andijon, Dinamo o'sha mag'lubiyatlar ko'payib ketganligi va trener iste'fosi bo'ldi va undan keyin jamoa o'zini urovenni ushlashga, yana yaxshi o'ynashga harakat qildi. Lekin jamoada chempionlik ruhiyati borligi, jamoa kuchli jamoalarga nisbatan, misol uchun chempionlik uchun asosiy da'vogar Neftchi bilan ham yaxshi to'p surdi. Mehmonda g'alaba, o'zimizning maydonimizda ham 10 kishi bo'lsa ham g'alabaga erishdik. Nasab maydonida 2-2 durang erishildi. Navbahor juda yaxshi formadaligi paytida Toshkentda 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratildi. Va keyin ikkinchi davrada Aziz Turg'unboyev, Hojimat Erkinov, Zayd va futbolchilar Bobur jamoaga qo'shilishi bu shubhasiz jamoa tarkibini kuchaytirdi va terma jamoa o'yinchilari sonini ham nisbatan oshirdi. Va ayrim futbolchilar jamoani tark etdi. Va Toshkentda bo'lgan AGMKga qarshi o'yindagi yaxshi o'ynab yutqizganimizda imkoniyatimizni nisbatan pasaytirdi. Agar AGMKda g'alaba qozonganimizda hozir chempionlikka eng asosiy da'vogar Nasab bilan Paxtakor bo'lgan bo'lardi. Qarang, Javohir aka aytganingizdek, bu grand jamoalarga qarshi Paxtakor ancha yaxshi o'ynayapti, ayniqsa ikkinchi davrada. Lekin Neftchi bilan o'yindan keyin 10 kishi kam bo'lib qolsa ham yutdi. Bu alohida gap so'z bo'lishi mumkin emas. G'uzorda bo'lgan o'yin Sho'rtan bilan juda muhim 3 ochkolik o'yinni boy berdi, bunday olib qarasa. To'g'ri aytyapsiz. Sho'rtanda bo'lgan o'yinda ham bor edik. O'sha kuni shunchaki hech qanaqa hech nima o'xshamadi. Kerak bo'lsa Sho'rtanni ham yutish imkoniyatlari ko'payib ketdi. Vaziyatlarga real qarasak, Sho'rtanda golli vaziyatlar ko'proq bo'ldi. Paxtakor o'yinda ustunlik qilgan bilan Sho'rtanda momentlar ko'p bo'ldi. Qanaqadir Jilanani hisobigami, Neftchi bilan o'yindagi charchoqmi, xohishmi, unisini yaxshi endi bosh murabbiy ko'proq biladi. Lekin eng kerakli ochkolardan birini G'uzorda yo'qotdi desa ham bo'ladi. Bu qanchalik ta'sir qildi? Neftchi bilan o'yindan keyin Hojibir Alijonov intervyu berganda aytdi, chempionlikka bir qadam tashlandi dedi. Bu Sho'rtan bilan durangdan keyin, ochko yo'qotilgandan keyin baribir chempionlikka bo'lgan kurash nisbatan kamaydi, to'g'rimi? Nisbatan baribir o'zi birinchi davradan keyin kamaydi. Mana ikkinchi davrada jamoa ochko yo'qotishi, keyin Paxtakor yana o'yinni yo'lga qo'yib olgani uchun chempionlik imkoniyati sal oshuvdi. Baribir unaqa imkoniyat yuqori darajada emas edi. Misol uchun 100% imkoniyatdan hisoblaganda Neftchini yutgandan keyin 20% ga oshuvdi. 50% ga chiqmagan edi. Lekin hozir nechaga bo'lgani bilan unaqa katta tafovut bo'lmadi. 7-9 bo'ldi. O'zbekiston chempionatida o'zaro o'yinga qaraladi. Agar Nasab mag'lubiyatga uchrab, keyingi o'yinlarda Paxtakor, Nasab va Toshkent mag'lubiyatga uchratsa, bu o'zidan o'zi 6 ochkolik farqqa yuzaga keltiradi. Chunki o'zaro o'yinga qaraladi va Paxtakor to'plar nisbatida ham o'zaro o'yinda ham Nasabdan yutgan hisobga oldiga chiqish imkoniyatlari bor, lekin bu juda qiyin masala. Atigagina 8 tur qoldi. Nasabni ham oxirgi o'yinlarni ko'rsangiz, jamoa o'sha oldingidek emas, ochko ushab qolishga, ochko ola bilishi, 3 ochkoli o'yinlarda qanaqa yutib ketishi o'rgangani sezilib turibdi. Baribir Nasab o'tgan chempion bo'lgandan keyin bu yil o'sha narsani ushab qolish uchun 2 barobar kuch bilan harakat qilyapti.
Shunaqa qarang aka, birinchi davradagi Paxtakor bilan ikkinchi davradagi Paxtakorning farqi juda katta. Bu nima deb o'ylaysiz? Bu murabbiyni o'z so'zini aytgani birinchi o'ringa chiqdimi yoki terma jamoada klassi yuqori bo'lgan futbolchilarning Paxtakorga kelib qo'shilgani bo'ldimi? Yo'q, murabbiylar almashuvi birinchi o'ringa chiqdi. Chunki Pereira paytda ko'pchilik bolalar bilan gaplashdi, nima deydi, bo'g'ilib qolgandek o'ynashdi o'zi ham. Misol uchun Al Hilol bilan Al Saddni mag'lubiyatga uchratdi. Pereira kelib u mehnat ko'rsatib berganda emas, prosta Paxtakor klassidan, xohlashidan. Agar Paxtakor xohlasa, mana Neftchi maydonida ham 4 ta gol urdi-ku, o'shanda bolalarni jilani o'yinga tayyorgarlik. Bolalarning o'zi asosan ishni bajaradi. Paxtakordan nima deydi? Katta komandada murabbiy ham qisman rol o'ynaydi, lekin asosiy ishni futbolchilar bajaradi. Shunaqa. Jamoa ruhiyatida shu narsa bor. Mana o'yinga tayyorgar Neftchiga qarshi qanaqa chiroyli o'yin ko'rsatdi. Misol uchun 10 kishi bo'lgan bo'lsa ham tengma-teng tashlashib, kerak bo'lsa bir xil joylarda to'pga ham egalik qilishni ustunlik qildi oxirgi daqiqalarda ayniqsa. Shu o'rtanga kelganda shunaqa o'yin chiqmadi. O'yin yopishmadi. U menimcha murabbiydan ham ko'ra jamoa futbolchilariga ko'proq bog'liq deb o'ylayman. Ayniqsa o'sha Neftchida ham kuzatildi. Neftchi bir kishi kam bo'lib qolgandan keyin aksincha hujum qilishga o'tdi. O'zi bunday olib qarasa, Paxtakor ungacha rostdan hech narsa deb bermayotgandi. Al Hilol Al Saddlarni eslab o'tdingiz, o'sha Osiyodagi o'yinlar haqida bir eslab o'tsak. Ya'ni guruh bosqichida Paxtakor endi muxlislar tomonidan shunaqa gaplar aytildiki, Paxtakor xohlamasa ham guruhdan chiqdi. Yo'q, u narsa bo'lmadi. U paytda Maksim Shatskiy trener. Maxda ko'proq Nichega, Maxda bitta odat bor. Endi shu paytda birinchi kelganda ham boshida zo'r ishladi, Paxtakorda ham keyin yomon ishlamadi demaylik, mayli. Lekin Nichega ana yutqizmaslikka ko'proq Max xohlaydi. Mana masalan Andijon Turkmanistonda Niche o'ynab keldi-ku. Agar xohlaganda yutqizishi mumkin. Bir xil murabbiylarda shunaqa bo'ladiki, yo yutadi, yutqizadi maydonda. Maxda shunaqa narsa bor edi, durang. Masalan uchun Iroqda o'ynagan o'yinimizda 0-0 da ham jamoa hujum qilsa, yo yutqizib, lekin jamoa hujum ham qilmadi, hujum qilishga ham bermadi. Qisqa qilib aytganda tavakkal qilishdan qo'rqadi. Tavakkal qilishdan qo'rqadi. 100% tavakkal qilishdan qo'rqishi aniq, ayniqsa zamin qilishda. Chunki bu narsada ko'p anaqa qilganmiz. Men Bezodiga nazar bor, matbuot kotibi ko'proq gaplashaman Paxtakor. Futbollarni yaxshi tushunadi. Tavakkal qilishdan ko'proq qo'rqadi Max. Toshkentda kerak emas o'yinlarda yaxshi o'ynab yutqizib qo'ydik, Niche o'ynadik. Nima deydi? Keyin oxiriga turdi o'sha alishgandan keyin xohishi hisobiga Al Saddni yutib chiqdik. Agar chiqishni xohlamaganda, Al Hilol bilan o'ynashni ham xohlamasdi, Toshkentda Al Saddni yutmasdi. E'tibor qilsangiz, o'sha paytda bizga nisbatan osonroq qolgan raqiblarga nisbatan osonroq raqiblar tushgani ham safarda Toshkentda bo'ldi. To'plar farqi ham bitta bo'ldi. 1-0 yutqizgan o'yinlarimiz 1-0, 1-1 asosan durang o'yinlar bo'ldi. Shunaqa. Murabbiylar masalasida manaki Paxtakorni kim bilandir solishtirish kerak bo'lsa, Yevropadan Manchester Unitedga o'xshatsa bo'ladi. Qaysi ma'noda? Oxirgi yillarda murabbiylar tez aylanyapti va Paxtakorda ham xuddi shu narsa. Oxirgi marta adashmasam, Shota bo'lgan, 17 dan 22 yilgacha uzoqroq boshqargan. Shotadan keyin, Arveladzedan keyin murabbiylar tez almashyapti, 1 yil, 2 yilda. Bu mana Manchester Unitedda bu narsada tizimga aybdor deb hisoblashmoqda. Bu Unitedda ham qanaqadir tizim bilan bog'liq muammolar bormi? Paxtakorda ham? Unisi tizim bilan bog'liq muammolar bilmayman. Endi birinchi navbatda rahbariyat alishdi 3 yil davomida. O'zi rahbariyat alishib turadi ko'p. Hozirgi paytda Jahongir Ortiqxo'jayev klub prezidenti Jahongir Ortiqxo'jayev. Shotadan keyin Peter Huyster ishladi, u yaxshi ishladi. Peter Huyster kuchli murabbiy edi. Keyin orada Maksim Shatskiy kelib ishladi 2 yil davomida. Keyin Pereira, mana hozir Komon Tojiyev vaqtinchalik bosh murabbiy, hozir paytda bosh murabbiy baribir. Shunaqa. Paxtakorga murabbiy bo'lish ham oson emas-da, katta jamoa. Murabbiylarsiz ham hal bo'ladigan ishlar bor-da. O'ta futbolchilarni klassi, futbolchilarga yo'l topish, asosan futbolchilar bilan to'g'ri yo'lga qo'yish. Men o'ylayman Paxtakor bugungi Komon Tojiyev bitta relsga tushib, yaxshi o'yin ko'rsatgan asosiy sababchi futbolchilarni ko'niga yo'l topa olgani va futbolchi bilan bir jamoani shakllantirayotgani deb o'ylayman. Murabbiylik temasiga men hozir bir narsa deb aniq javob bera olmayman, chunki murabbiylik shtabida ishlamaganman. Murabbiylik haqida menda nimadir degan tushuncha ozgina bo'lishi mumkin, lekin katta emas. Shuning uchun murabbiylar haqida bir narsa deyishdan o'zimni tiyib turaman. Prosta Max tavakkalchi emasligini aytganim, chunki o'sha yerda 2-3 yil ishladi, zaminada o'ylab bo'lgan narsani o'sha aytdim, biz maslahatlashgan, haqiqat tavakkal qilishdan qo'rqib, birlikda shunaqa qilgani uchun Maksim Shatskiyni mana shu odatini eslab o'tdim. Qarang, hozir bu savolim qanchalik o'rinli yoki noo'rin, baribir Shatskiy Paxtakordan Andijonga o'tdi keyin. Andijonda yaxshi edi o'yin,
60 keyin qanaqadir pasayish kuzatildi. Bu ham shu murabbiy bilan bog'liq deb o'ylaysizmi? Murabbiy bilan bog'liq. Bitta intervyusini ko'proq o'zi yomon ko'rardim. Ko'p aytganda futbolchilarga ayb to'nkash noto'g'ri. Bu yerda Pro Liganing o'yinchilari anaqa o'zini his qilayotgandek deb baribir ichki muhitga ta'sir qiladi deb o'ylayman shaxsan men. Chunki o'zim kichkina futbol o'ynaganman, u katta professional o'ynash nasib qilgan, lekin o'shanda ham trener qaysidir o'yinchilarga ayb to'nkasa jamoada muhit buziladi deb o'ylayman men. Lekin mana hozir birinchida o'ynaydi, Andijon jamoasi Osiyoda. Andijon muxlislari uchun ham o'sha o'yinni yutishni xohlaymiz, chunki juda katta bayram bo'ladi Andijonda. Andijonda futbolni yaxshi ko'rishadi. Muxlislari ham xudo xolis birinchida o'sha murabbiydan ham ko'ra futbolchilar qattiq harakat qilib muxlislar bilan birgalikda g'alabani birgalikda nishonlashadi deb o'ylayman. Lekin baribir hamma narsaga vaqt kerak. Agar Maxga yana 1 yil, match sezon oxirigacha vaqt berilsa, haqiqiy kuchini ko'ramiz deb o'ylayman. Tushunarli. Ko'p muxlislar Paxtakorda o'sha eng esda qolarli, eng yoqqan murabbiy deb Babi Shotani aytishadi. Siz ham bu fikrga qo'shilsangiz kerak albatta. Umuman o'zi Shota davridan keyingi eng Paxtakorga mos tushgan murabbiy va muxlislarga yoqimli murabbiy kim bo'ldi? Bu menimcha shubhasiz Peter Xuyustra bo'ladi. Shota Arveladze Zayn pomoshniki. Birga ishlaganda o'zi Shota glavniy trener bo'lgan, Saturnovga bilan Peter o'tardi. Peter bitta odati yoqardi menga. Bo'sh kuni yo'q edi, U16, U19 o'rinbosarlar har kuni futbol bilan yashardi. Keyin o'sha endi men ko'rasiz masalan xonasiga kirganda har kuni kompyuterda nimadirlarni o'yinni analitik kerak bo'lsa barchasini Peter Xuyustra o'zi ham qildi-da, keyinchalik yordamchilari ketdi. O'shanda ham Peter Xuyustra bo'lsa kerak deb o'ylayman. Menimcha o'zi menga mana shu oxirgi 10 yilda eng yoqqan murabbiylardan biri bu Peter Xuyustra ko'proq. Endi hozirgi murabbiy haqida ham o'tsak, ozroq Kamoliddin Tojiyev natijalari yomon emas. Vaqtinchalik murabbiy bo'lishiga qaramasdan. Bu Tojiyev keyinchalik ham murabbiy bo'lib ketish ehtimoli ko'proqmi Paxtakorda? Yoki bu mavsum tugagandan keyin oz qoldi o'zi, tugashiga ham yangi murabbiy saylanadi deb o'ylaysizmi? Kamoliddin Tojiyev Paxtakorda qolishi kerak. Kamoliddin Tojiyev bilan hozir faqat litsenziyasida ozgina muammolar bor. Kamoliddin Tojiyev hozir qisqa qilib aytganda kerak bo'lsa yordamchilari ham kamroq nisbatan. Lekin Kamoliddin Tojiyev kuchli murabbiy. Men kuchli murabbiy deb bilaman, chunki komandaga kelib bir haftada muhitni o'zgartirish qiyin-da. Kamoliddin Tojiyev bu narsani epladi deb o'ylayman. Va zamin qilishlarda ham Kamoliddin Tojiyev yaxshiroq harakat qiladi. Mana Neftchi bilan o'yinda Umar Adhamzodani tushishi, Sergeyev zaxiraga olinishi, o'yindan kelib chiqib, zaxiralar to'g'ri ayniqsa Nasabov maydonida bo'lib o'tgan o'yinda 2-0 dan keyin ham jamoa o'sha yutqizdi degan o'sha tushuncha bor paydo bo'ladi. O'yin oxirgi daqiqalarga yetmasdan zaxiradan futbolchilarning tushirilishi o'yin tizimini o'zgartirdi va bu Kamoliddin Tojiyevga katta yutuq deb bilaman. Ya'ni Tojiyevda shunaqa xarakteri borki, natijadan kelib chiqib, maydonda darajasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar kerakli futbolchini tushiradi. Kerakli futbolchini tushiradi. Shu anaqasi yaxshi. Maydonda misolchi eng kerak Sergey misolchi Paxtakorda xuddi alishtirib bo'lmasa o'yinchidek tuyuladi, chunki gol uradi, asosiy gol uradigan o'yinchi. Lekin e'tibor qilsangiz, Kamoliddin Tojiyev kelgandan keyin asosiy tarkibda tushadi, u shubhasiz, lekin zaxiraga olinadigan o'yinlari ham ko'proq bo'ldi. Bu nisbatan hujumchi uchun ham yaxshi dam oladi va keyingi o'yinga yana ham o'zida kuchli xohish bilan maydonga tushadi. Keling o'sha endi Sergey haqida ozroq gaplashaylik. Bundan yaqin o'sha 4-5 yil oldingi muxlislarni Sergeyevga bo'lgan fikri umuman boshqa edi. Va ayni vaqtda bu o'zbek muxlislari uchun, Superligani kuzatadiganlar uchun Sergeyev haqiqiy monsterga aylanib ketdi. Umuman bu terma jamoada ham, hattoki Shomurodovdan ham ko'ra ustun ko'rmoqda ayni vaqtda va umuman Superliganing eng yaxshi o'yinchisi kim desa, ko'p muxlislar Sergeyevni aytishmoqda. Umuman bu Sergeyev o'zi bu o'zgarishga asosan nima sabablar bo'ldi? Bu Paxtakor qanchalik sababchi bo'ldi bu narsalarga? Sergeyev o'zi kuchli hujumchi bo'lgan, bolaligidan o'sha necha yoshida o'ynardi? Olmaliq bilan o'yinda tushgan, eslayman 2012-yil bo'lishi kerak. 2012-yil chempion bo'lgan yilimiz Olmaliqda o'ynaganmiz, 3-0 o'tganmiz shu o'yinda. O'sha o'yinda Sergeyev tushgan edi. Birinchi chap qanot yarim himoyaga tushgan edi o'sha paytda. U bolaligidan o'z gol urish qobiliyati yuqori darajada bo'lgan Sergeyevni. Oliy ligada menimcha urmagan komandasi yo'q. Xorazmga urmadi shekilli. Xorazm bilan o'yinda birinchi golimizni kim urgan to'g'risi esimda yo'q. Lekin o'ynagan o'sha o'yinlarida ham Sergey bunyodkorga o'sha gullagan paytda ham keyingi anaqasi pokoleniyasi bo'lgan, yaxshi bo'lgan, lekin Sergey gol urgan. Sergey yaxshi Nasabga qarshi yaxshi o'ynaydi. Nabuxorga qarshi Sergey asosan o'yinlarni ko'rsangiz ochiqroq, ana kuchli komandalarga qarshi gol urish imkoniyatlari ko'p. Orada bu terma jamoada bitta katta bosim bo'ldi.
Bu Sergeyevga juda katta ta'sir qildi. No o'sha paytda ham biz imkon qadar ko'pchilik aytishimga biz Sergeyev qo'llaganmiz. Sergeyev Minskda degan katta banner ilgan edik Bunyodkor stadioniga va Sergeyev o'sha kuni gol urgan edi. Va Sergeyev Paxtakorga qaytishi shu Tarvaladze paytda yana u jamoani o'yinini shubhasiz kuchaytirdi. Eren Derdiok kelgan edi bu paytda. Eren Derdiok ham zaxiraga o'tkazib, Sergeyev o'zini qirralarini ochdi va hozirgi paytda ham terma jamoaning asosiy o'yinchilaridan biri. Ayniqsa Sergeyev Toshkent Eron darvozasiga 2-2 o'ynaganda urgan golimizdan keyin muxlislar uni yana ham yaxshi ko'rib qolishdi va Qatarga oxirgi minutda zaxiradan tushib gol urishi bu Sergeyevni muxlislarning oldida yuzini ham yorug' qildi va muxlislarga ishonchini qaytarmaydi va Sergeyev o'zi yaxshi futbolchiligini klassi bilan namoyish qilyapti. Haqiqatan ham bu futbolchilarga ayniqsa bu tanasining qanaqadir jarohatidan ko'ra psixologik jarohat ko'proq travma bo'ladi. Og'riq bo'ladi. Shunaqa buni yengib o'tish qiyin albatta futbolchi uchun. Va qoyil qolish kerak. Sergeyevga haqiqatan bunchalik o'zida kuch topib, iroda topib, eng asosiysi terma jamoa darajasiga qaytish. Shunaqa. Va terma jamoada ham har bitta oxirgi o'yinda tushganda gol uryapti. Zaxiradan tushadimi, asosiydan tushadimi? Osiyo chempionatida ham o'zi Sergeyev Shomurodov bormaydi, asosiy hujumchi bo'lishi kerak edi. Lekin Hindiston bilan o'yindagi jarohat tufayli qolgan o'yinlarni o'tkazib yubordi. Agar o'ylayman, o'shanda endi hamma narsa nasib qilgan edi. Sergeyev jarohat olmaganda biz Qatar bilan o'yinda durang emas, g'alaba qozonardik, chunki bizga gol uradigan odam yetishmadi o'sha Osiyo Kubogida. Chunki Osiyo Kubogida juda chiroyli ko'rsatganmiz. Stadiondan ko'rganimiz uchun emas, o'tda muxlislarni, o'tda jamoalarni bilan reaksiyasini baribir gaplashganmiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi kuchli edi. Shunaqa. Endi Paxtakorda asosiy hujumchi Sergeyev va Sergeyevga o'rinbosar bo'lgan futbolchi ham milliy terma jamoa a'zosi, ya'ni Bobur Abduxoliqov. Oxirgi o'yinlarda hattoki zaxiradan ham maydonga tushmayapti. Bu umuman o'zi bu Sergeyevning maydondagi Paxtakorga ko'proq tegayotgan foydasi sabablimi yoki Abduxoliqov bilan qanaqadir muammolar bormi o'zi? Yo'q, Abduxoliqov bilan muammo yo'q. Menimcha bu Ryaskos ham borligi. Paxtakorda ko'pchilik Ryaskosni biladi. Ryaskos hujumchi sifatida zaxiradan tushsa, solishtirsa, gol urish, pas berish anaqasi baland, o'yinni vaqtiga. Tezligi ham, tezligi ham baland, ko'p to'shash, oxirgi daqiqalar. Agar Ryaskos o'ziga foydalangan momentdan yarmini urganda, hozir Ryaskos to'p uradi. Unda juda ko'p moment bor, chunki o'zi ikkitadan tushadi, kuchi ko'p, yakkama-yakka vaziyatlar deyarli bermaydi. Juda ko'p yakkama-yakka qochib ketadi oxirida, chunki Paxtakor yutayotganda u jamoa avtomatik hujumga o'tadi va qarshi hujumda Ryaskos foydaliroq. Lekin Bobur ham yaxshi hujumchi, mana Samarqand bilan o'yinda Dinamoda zaxiradan tushib, 1-1 qildi, o'yinni durang bo'ldi, shu kun Bobur gol urdi. Boburga bar Paxtakorga moslashishga ozgina vaqt kerak. Paxtakor katta jamoa. Kelish bilan hamma u mana masalan Hojimatli o'zimizdan o'yinchi bo'lgani uchun, Azturg'man o'zimdan bo'lgani uchun moslash jarayoni tez qo'shilib ketdi. Lekin mana Basharda ham sezgan bo'lsangiz, mavsum boshida qo'shilish qiyinroq bo'ldi, lekin hozir Bashar mavsumning eng yaxshi o'yinchilaridan biri shubhasiz. Menimcha Boburga ham ozgina vaqt kerak. Bobur agar jamoada qolsa, bar o'z o'rnini topadi, iqtidorli hujumchi. Va bizda keyingi futbolchi bu muxlislarning aytishi bo'yicha Superliga darajasidan balandroq turgan futbolchi Hojikbir Alijonov. Fikrlaringiz Alijonov haqida? Voy Alijonov birinchi navbatda o'zi zo'r bola, tarbiyaning yoshi klass. Alijonov bilan endi qanaqa o'yinlarda bar kapitan, bar gaplashib turiladi. Hoji prosta darajasi juda yuqori. Hoji men shubha qilmayman, top 5 talikda o'ynasiga. Ayniqsa Ispaniya chempionatida Hojikbir Alijonov shubhasiz bemalol o'ynaydi La Ligada. Chunki Hojining fizikasi, imkoniyati, texnikasi, driblingi va nima deydi, o'yin o'qish, yaxshi yarim himoyachiligi, nima deydi, chempionatda Hoji yaxshiroq o'ynaydi-da. Mana Toshkentda mana Jizzax Dorib mana hozir ikkinchi davraning eng yaxshi o'yinchisi Dorib shubhasiz. Lekin Toshkentda o'yinda Hojikbir Alijonov bilan harakatlanganda, menimcha Hojikbir Alijonov 99% ga undan ustun keldi. Va Neftchi bilan o'yinda ham Alisher Odilov dastlab keyin Yovich misol uchun o'yindan kelib chiqsa, Hojikbir Alijonov qanotdan deyarli imkoniyat berilmadi-da. O'yinda Hojikbir Alijonov ustiga hujumlarga qo'shilsa, gollari ham noodatiy. Hojikbir Alijonov gollari ham noodatiy. Ayniqsa o'sha eng oxirgi esda qolgan gol terma jamoa safida rostdan yorib tashladi. Hojikbir Alijonov haqiqatda hujumga qo'shilsa, kreativni. Menimcha Hojikbir Alijonov men balkim bilgan Paxtakor 20 yil ichidagi balki 30 yil eng yaxshi o'ng qanot himoyachisi. Islom Inomov kuchliroq deb bilardim, lekin Hojikbir Alijonov hozirgi kunda menimcha o'sha oldingi Islom Inomov pik davridan ham kuchliroq. Hojikbirni shaxsan menga yoqadigan tomoni
qanot himoyachilarni shunaqa minusi bo'ladi, hujumga chiqsa, himoyaga qaytish qiyin bo'lib qoladi. Hujumga chiqish kerak bo'lgan payt ko'pincha himoyada qolib ketadi. Misol Trent Realdagi o'sha ko'proq hujumkor futbolchi, lekin o'ng qanotda o'ynaydi, biroz himoyada muammolari bor. Va Alijonovning ustun tomoni ham shundaki, hujumga qo'shilsa ham hujumda zo'r foydasi bor. Himoyaga qaytsa, himoyada ham juda yaxshi turadi. Aynan bu anaqa qobiliyati uni boshqalardan ustunroq bo'lishi mumkin. Yana himoyada bosiqlik bilan chiqadi. Alijonov juda kamdan kam vaziyatlarda to'pni hech kim yo'q joylarga misol chiqarib yuboradi. Himoyachi so'ngga umid deb chiqaradi, Alijonov chiqarmaydi. Bosib to'p bilan hujumni oldiga olib chiqishga harakat qiladi va birga bir individualni yechishga hech qachon qo'rqmaydi. Oldidagi o'yinchini birga bir aldashga, bir xil cho'chiydi. Orqada himoyachi aldanib qolsa ham hujum bo'ladi. Hojiboy Alijonov bosimsiz bemalol har qanday hujumchi bilan birga bir vaziyat kelsa, kelib hujumga chiqqanda himoyada aldab o'tishga qodir deb o'ylayman. Paxtakor hozirgi sardori baribir Shortan bilan o'yindan keyin ham ko'p muxlislarning e'tirozi bo'lgan Sobir Xo'jayev. Sardor. Bu futbolchiga fikrlar qanaqa o'zi? Sardor menimcha milliy chempionatimizda to'p bilan o'g'irilish jihatdan unga yetadigan futbolchi. Agar to'p bilan o'g'irilish, to'pni qabul qilganlar o'g'irlaydi futbolchi, orqaga, oldiga aylanish jihatdan zo'r. Busquetsga o'xshatsa bo'ladi. Sardor fizika holati ham yaxshi. Fizikasi. Sardor bitta kamchiligi men deb o'ylayman. Bir marta o'zlariga ham aytdim. Zarba bermaydi. Kerakli vaziyatda ham pas oshiradi. Zarba bermaydi, lekin zarba bergan o'yinlarda yaxshi zarba bergan. Bir yil Turonning polasida Neftchiga qarshi o'ynaganmiz, gol urgan va Duxayli bilan Osiyo Chempionlar Ligasida maydon tashqarisidan gol urgan. Sardor tepishi agar tepmaydi, endi juda ham ko'p pas o'ynaydi, umumiy futbolchi. Lekin Sardor Sobirxo'jayev menimcha to'p ushashda hozir Paxtakorda menimcha eng yaxshi markaziy yarim himoyachi. Uni zaxiraga olmoqchi, chunki fizikasi, kuchi, maydonni o'qishi va mehnatkashligi uchun ham Sardor Sobirxo'jayevni hozirgi paytda zaxiraga olmaydi deb o'ylayman. Keyingisi shaxsan o'zimni qiziqtirgani bu Aziz Turg'unboyev. Bir xil o'yinlarda ko'rdik, chap qanot himoyachisi bo'lib tushdi. Bir xil o'yinlarda o'ng qanot hujumchisi. Nimaga bunaqa taktika bo'ldi o'zi? Ko'p muxlislar tushunmay ham qoldi buni, nimaga bunaqa bo'lganini. 5 tali agar o'ynaganda Aziz Turg'unboyev chapda juda ham foydali, chunki fizik holati, kuchi zo'r. Chapdan oldiga chiqib pas berishlari ham va oldiga o'tib o'ynash imkoniyati ham bor. Agar 4 tali bo'lsa, Aziz o'ng qanotda o'ynagani yaxshi, chunki unda orqaga nisbatan qaytish va o'yinni o'qib bilish. Aziz Turg'unboyev golida ham foydali, jarim maydonchasiga paslari, standart vaziyatlarda ham xavfli. Mana oxirgi o'yinda Toshkentda gol urdi, kallada. O'sha ikkinchi qavatda o'zi chiroyli gol uradi. Avstraliyaga ham chiroyli gol urgan edi. Azizni o'ylayman 5 tali bo'lsa Aziz chap qanotda foydali, 4 talida Aziz o'ng qanot pulzashda foydali. O'shaning uchun murabbiylar uni shu vaziyatga qarab o'yinga tushiradi deb o'ylayman. Aziz Turg'unboyev Paxtakor kelgani bu jamoani shubhasiz kuchaytirdi. Tushunarli. Cheranning ketishi haqida Paxtakordan Nasafga o'tdi Cheran. Bu Paxtakorga qanchalik foyda yoki minus bo'ldi va Nasafga qanchalik foyda yoki minus bo'ldi? Cheranning ketishi baribir jamoada katta rol o'ynadi. Jamoa ketganda juda ham qiynaldi baribir, gol ura olmaydi. Jalb Cheran bilan jamoa motor edi. Cheran murabbiylar shtabiga keyinchalik qaytishi kerak deb o'ylayman. Baribir qachondir qaytadi. Bu o'zaro nima deydi, murabbiylar bilan chiqmaganlik sababli Cheran ketdi deb o'ylayman. Cheran baribir kuchli futbolchi. Cheranning Nasafga kelgani mana o'sha misol uchun Cheran eng kerakli ochkolarda juda katta xizmat qildi. Surxon bilan o'yinda ikkita gol pas Cheranga zaxirada maydonga tushdi, pas berdi. Agemka bilan o'yinda 1-1ligida shunchaki himoyachi bilan darvozabon xatosidan yo'q joydan gol yasab, Nasafga eng kerakli ochko o'sha paytda Agemka juda ham chiroyli formada edi. Shu kun Nasaf bilan kelib Agemka yaxshiroq o'ynadi. Cheran hal qilib ketdi. Mana oxirgi o'yinda Qizilqum bilan o'yinda ham deyarli penaltidan o'zi ishladi. Uni o'yinchini qo'liga teggan bo'lsa korpusni yopib, Rishashi gol urdi. Cheran Nasafga borgani bu Nasaf faqat kuchaytirdi deb o'ylayman. Cheran juda kuchli futbolchi. Cheran menimcha hali yana 1-2 yil kamida O'zbekiston milliy chempionatida chiroyli o'yinlar bilan muxlislarni xursand qiladi. Ko'p muxlislar aytishadi, o'sha Ogim aka bilan o'yindan keyin ham nima bo'pti, himoyachi bilan darvozabon xato qilgandan keyin ochiq vartaga gol urdi. Penaltidan men bo'lsam urardim deydi. Lekin hujumchilarda shunaqa funksiya bo'lishi kerakki, to'g'ri joyda tura bilish ham kerakda. Va penaltida ham bu so'nggi daqiqa, oxirgi zarba deyarli. Buni bosimini uncha-munchasi his qila olmaydi-da. Misol ko'rdik mana Shomurodov ham ura olmadi penaltini. Bu aynan shunaqa muxlislarga aytmoqchimanki, bu hujumchilarni
to'g'ri joyda turishi bu rostakam hujumchiligini ko'rsatadi-da. Va yana bir narsa so'ramoqchiman. Cheran yoshi endi xohlaymizmi o'tib qoldi ancha. Futbolga qaraydigan bo'lsak. Shu bilan ham gollar uryapti. Bu Superligamizning himoyachilarini darajasini ko'rsatib qo'ymaydimi qaysidir ma'noda? Yo'q, darajasini ko'rsatmaydi. Agar misol uchun boshqa hujumchilar 20 talab urganda boshqa edi. Norchayev hozir 13 ta urdi, Sergey Doriyev 13 ta. Norchayev 12 dan bilmadim. Просто Dragan Cheranning darajasi o'zi juda yuqori bo'lgan. Oldinda. Big paytda bo'lganda ham, misol uchun Al-Saddga qarshi o'yinlarda ham, Osiyo Superligasida Al-Ahli bilan o'ynaganlarda Cheranning darajasi o'zi baland. Cheranning darajasi balandligi, baribir nisbatan o'yin tezligi va fizikasiga yo'qotib borayotganda, lekin golni his qilib bilish qobiliyati baribir Cheranda bor va bu narsa juda ham Nasafga ham, Cheran o'ziga ham asqotyapti. Tushunarli. Keyingi mavzumiz Kubok. Ertaga Paxtakor bilan Dinamo o'ynaydi. Fan klub tomonidan, ya'ni fan klubning o'yinga tayyorgarliklariga hech qanaqa savol yo'q. Umuman Kubok haqida yo'lni so'ramoqchi edim o'z birinchi o'rinda. Qanaqa bo'ldi? Kubok haqida yo'l o'zi qiyinroq bo'ldi. Ko'pchilik Paxtakor gruppasi. Nasaf bor edi, Agemka bor edi, keyin Navoiyning bitta komandasi, hozir esimda yo'q, lekin u maydonga bordik, institut komandasida bo'ldi, polida. O'sha paytda jamoada inqiroz boshlangan edi Paxtakorda. Nima deydi, mag'lubiyatlar, Agemkani yaxshi o'ynaydi, lekin yigitlar o'zidan kuch topib, aytamanki, ko'p narsa futbolchilarning o'ziga bog'liq deyman. Shu o'yinda Toshkentda 2-1 hisobida g'alaba qozonganmiz Agemka ustidan va Sergey urgan edi, ikkinchi golni aniq eslayman. Keyin u yoqda Navoiy klubi bilan o'ynadik va Toshkentda Nasaf bilan 6-3 bo'lgan o'yin. Kakras Komolaga Tojib yangi kelib, Buxoro bilan o'yin, ikkinchi o'yin o'sha Nasafga qarshi bo'lgan edi. O'sha o'yinni o'zgartirib, Disha gol urgan edi. Abdullayev Zashtni yosh bolani qo'yishgan edi, Zashtaga. Shunaqa. Shu o'yinda zo'r o'yin ko'rsatib, 6-3 hisobda g'alaba qozonganmiz. 2-0 dan keyin 2-2 Nasaf qilgan. Nasaf yutsa Nasaf chiqardi, Paxtakor yutsa Paxtakor chiqardi. Shunaqa vaziyat edi. Chunki AMK Nasaf 3-2 ga yutgan, AMK bizga 2-1 tutqizgan. O'yin 2-2 bo'lgandan keyin absolyutni 3-2 bo'lsa Nasaf uchun chiqishi aniqroq edi. O'zaro o'yinlar qaralardi, lekin o'sha o'yinda jamoa yaxshi harakat qilib, guruhdan chiqish masalasini hal qildi. Keyingi o'yinimizda Mabiyuz bilan o'ynadik shekil. Yirik hisobda bo'ldi. Yo'q, juda qiynaldik. 2-1 hisobda yutdik, Mabiyuz 1-1 qilib qo'ydi. 1-1 qilgandan keyin rostdan o'yin chiqmay, 2-1 keyin Zaxiradan Hojiakbar Alijonov super pas berdi. Hojiakbar super pasdan keyin 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchratdik. Keyingi o'sha Mashal bilan o'yinda yigitlar birinchidan masalani hal qilishgandan keyin kechdan bemalol harakat qilishdi. Lekin Dinamoga qarshi o'yin Jar stadionida bo'ladi. Final oldi final bo'lishi kerak bu o'yin. Biz final oldi finallar bo'ladi-da. Shunaqa. Dinamoni ham ochiq o'yin ko'rsatishi ham bu yil yaxshi jamoa ekanligi ko'rinib turibdi. Va Abram ham yaxshi murabbiylik. Paxtakor bu mavsumda hali Dinamoni mag'lubiyatga uchratmadi. O'z maydonimizda 1-0 tutqizdik. Toshkentda bo'lgan o'yinda Hoji Mirzayev urdi, adashmasam. 1-1 ga Samarqandda o'ynadik. Bobur o'ynagan o'yinda. Hoji Mirzayev, adashmasam. Yo'q, unda bitta darvozabon xatosidan keyin bitta legioner hujumchisi urdi, Varatar xato yo'l qo'ydi. 16-raqamli futbolchi hozir aslo esimda yo'q. O'sha futbolchi kiritdi. Mana endi navbat Dinamoni agar mag'lubiyatga uchratsa, final Andijonda bo'ladi. Andijonda bizani o'zimizdan muxlislar ko'p, andijonliklar bilan zo'rmiz. Xudo xolasa Andijonda ko'rishamiz degan umiddamiz. Aynan o'sha final haqida so'ramoqchi edim. Vodiyning klublari yo'q. Finalda o'ynash mumkin bo'lgan. Bu baribir Vodiyda Perevaldan o'tish ozroq muammo baribir. Ya'ni deylik mana Paxtakor chiqadimi finalga yoki Dinamo finalga chiqadimi, u tarafdan Jizzax yoki Buxoro bor. Umuman bu muxlislarni Andijon stadionini to'ldirishga qiyinchilik tug'dirmasligi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Agar PFL o'zi kubok yildan yilga zo'r harakat qilyapti. O'tgan yil misol uchun Navbahor bilan Andijon chiqib. Unda ikkita Vodiy jamoasi rostdan yondirib tashlagan. Lekin PFL agar PFL shu darajada yana qattiq tayyorgarlik ko'rib, o'ylay ajitajni oshirsa, menimcha stadion to'ldirish muammo bo'lmaydi. Chunki PFL oxirgi yillarda juda ham zo'r ishlayapti. Buni tan olish kerak. PFL kubokka, super kubokka yondashuv a'lo darajada. Agar Andijonning o'yinlarida ham PR, reklama, hamma narsa zo'r bo'lsa, agar Paxtakorning chiqishini o'zi stadion to'ldiradi deb o'ylayman. Men ana ikkinchi qolgan narsalar ikkinchi darajada suramiz. Agar Paxtakor finalga chiqsa,
birinchidan Paxtakor yaxshi ko'rgan muxlisi Vodiyni o'zida ko'p, Paxtakorga qarshi bo'lganlar Vodiyni o'zida ko'p. Shaxsan men o'ylayman, agar Paxtakor finalga xudo xolisa chiqsa, Andijonning o'zida bizda kamida 5000 muxlisimiz bor. Andijon fan klubi bilan aloqalarimiz zo'r yo'lga qo'yilgan. Andijon bilan yaxshimiz. Andijonning o'zida menimcha Paxtakorni qo'llab-quvvatlashadi. Biza o'zimiz Toshkentdan ham misol uchun 2000 ga yaqin, kamida 3000 muxlis boradi baribir. U muammoli narsa emas. Mana Andijonga shaxsan ko'rdingiz, 400 ga yaqin muxlis bordik. Shu narsani kattaroq qilib, ajdash qilib olib boramiz. Agar finalga Paxtakor o'zi chiqsa, stadionni to'ldirish muammo bo'lmaydi. Finalga agar Buxoro ham chiqsa, o'ziga xos qanaqadir boshqacha bo'ladi. Men uchun Buxorodan ham juda ko'p muxlislar borishadi. Chunki Buxoro necha yillik jamoa, qancha masofa uzoqligi Buxoro muxlislarini qiziqtirmaydi. Men Buxoroda ko'p borgan o'yinlarga, Buxoroning oltin davrida stadionlar to'lganda ham Buxoroning shunchaki o'yinini ko'rish uchun borganmiz ham. Menimcha agar final Paxtakor Buxoro bo'lsa, juda ham zo'r bo'lardi deb o'ylayman. Ayni vaqtda Buxoroning kayfiyati ham yaxshi. O'zini anaqa stadionlarida ham qaytgani. Va Navbahorda kutilmaganda desak ham bo'ladi. Yirik hisobda yutib qo'ydi. Vaqtimiz chegaralanyapti aka. Oxirgi savolimiz sizga. Siz uchun Paxtakorni ko'rgan, Paxtakorda o'ynagan eng kuchli jamoani tuzib bersangiz, shu bilan tugatamiz. 11 kishilik. 11 kishilik. Paxtakorda eski davrdagi, hozirgi davrdagi umuman farqi yo'q. Endi to'g'risini aytaman, 2002-yildan beri stadionga kelib, 2002-yildan buyog'ini tuzishga harakat qilaman. Endi men ko'rgan o'yinchilar ichida darvozada Ignatiy Nesterov, Ignatni juda ham o'zim yaxshi ko'rardim. Haligacha u terma jamoada Ignatiy Nesterov formalarni kiyib turaman. Baribir Ignatiy bunyodkorga qanaqa o'tganini ham bilamiz, qanaqa ketkazib yuborishganini. U juda katta moliyaviy jihatdan Paxtakorga foyda bergan. Ignatiy Nesterov, o'ng qanotga Hojiakbar Alijonov shubhasiz. Maydon markaziga Anzur Ismoilov bilan Boyan Miladinovichni qo'ygan bo'lardim. Boyan Miladinovich u juda ham zo'r o'yinlar bilan ko'rsatgan. Anzur o'sha paytda pik davrida o'ynab, keyinchalik bunyodkorga o'tgan bo'lishi mumkin, lekin Anzur yana qaytib jamoamizda o'ynadi. Anzurdagi himoyachi, mana hozir Abduqodirni Angliyada o'ynayotgani bitta zo'r tema bo'lsa, Anzurdagi himoyachilar ham hozir bemalol Fransiyada yoki Angliyada o'ynagan bo'lardi. Anzurda bu uchun ko'p narsa bor edi. Anzur juda kuchli himoyachi edi. Chap qanotga to'g'risini aytsam, ko'proq Ilhom Suyunovni qo'yaman, chunki Ilhom Suyunov sadoqati va jamoada ko'p yillar davomida mehnati va o'yinidan kelib chiqib, o'zi Shirshov endi men to'g'risini aytaman, o'yinini ko'rmaganman. Ko'rganman juda kam. Lekin Shirshov kuchliroq bo'lgan deyshadi. Lekin men Shirshov o'yinini ko'rmaganim uchun bu qanotga Ilhom Suyunovni qo'yaman. Maydon markaziga shubhasiz Odil Ahmedov, tayanch zonasiga Odil Ahmedov qo'yaman. Undan sal oldinroqqa menimcha men tariximdagi eng yaxshi ko'rib futbolga mehr qo'yishimga sababchi bo'lgan futbolchilardan biri Mirjalol Qosimov. Mirjalol Qosimov o'yinlarini ko'rishni baribir ko'rganim uchun bitta nima deydi, o'zimdan baxtli muxlislardan biri deb his qilsam bo'ladi. Yana bir qanotga, chap qanotga Jaloliddin Masharipov qo'ygan bo'lardim. Jalol Paxtakor uchun juda ham katta xizmat qo'shgan va Paxtakor eng yaxshi yarim himoyachilardan biri deb o'ylayman. Va o'ng qanotga o'zim uchun men nima deydi, o'zim eng yaxshi ko'rgan futbolchi bo'ladi, insonni baribir o'zim eng yaxshi ko'rgan o'yinchim Sherzod Karimov qo'ygan bo'lardim. Sherzod Karimov Paxtakor uchun eng kerakli gollarni urib, Paxtakorda juda ham zo'r o'yin ko'rsatgan. Hujumda variantlar ko'p. Lekin u Sergeyev qo'ymasam bo'lmaydi. Sergeyev bu baribir eng yaxshi o'yinchilarimizdan biri. Ikkinchisiga ikkita o'yinchini qo'ygan bo'lardim, bittasini zaxiradan tushirardim deydi-yu. Solip asosiy tarkibga tushirib, Aleksandr Genrix qo'ymasam bo'ladi. Ikkalasidan tanlash imkoniyati bo'lganda 50-50. Anvar Solipni asosiy tarkibga tushirib, Genrixni baribir zaxiradanmi o'yinga tushirish, Genrixni qo'ymasam bo'lmaydi. Keyin Zayn Tojiyev ular bo'lishi mumkin, lekin Anvar Solip bilan Aleksandr Genrix. Taktikamiz 4-2-4. 4, Paxtakor o'zini doimiy taktikasi bo'lgan. Hozir endi 4-4-2 desa ham bo'ladi. 4-4-2 desa ham bo'ladi. Hujumda Solip bilan Sergeyev, zaxiradan Aleksandr Genrix qo'ygan bo'ladi. Bosh murabbiy? Bosh murabbiyga menimcha bosh murabbiy shu Tarveladzeni qo'ya qolamiz endi bu sostavga. Shu Tarveladze bo'lgani yaxshiroq. Xuddi shunaqa tempda bugungi loyihamizni tugatishga majburmiz. Like bosing, uzoq yozing, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni yozib qoldiring. Alohida savollaringizga ham
Javohir aka Instagramimizga yoki YouTube'ga yana bir reels qilib savolga javob berasiz degan umiddamiz. Bo'ldi, Muxlislardan kelgan savollarga. muammo yo'q. Va keyingi sonimizga kim mehmon bo'lishini xohlaysiz? Albatta buni ham yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar Paxtakor jamoasi finalga chiqsa, bu finaldan keyin bo'ladi. Avvalo nasib komanda chiqadi. Agar Paxtakor jamoasi finalga chiqqandan keyin bu stok futbolda ko'rsatuvimiz chiqsa, andijonliklar kommentga yozib qo'yarsizlar, kimni qo'llab-quvvatlashinglarni. Vodiydan ham muxlislarimiz ko'p, Farg'onadan, Qo'qondan, Namangandan ham ko'p. Xudo xolis shuni izohlarga yozib qo'yinglar. Bizga qarshi muxlislik qilsanglar ham izohga yozib qo'yinglar o'zingizlarning fikringlarni. Xuddi shunaqa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omad.